Mayli ishchi bo'lsin, mayli u qorovul bo'lsin, yaxshi soha vakili bo'lsin, lekin ishonish kerak. 30 yil oldin tadbirkorlar uchun qanaqa imkoniyatlar bor edi? Plusi minusi. Endi aytyapman-ku, mana shu darajada bo'lgan jonkuyar insonlarni siz qanday esingizdan chiqarib bilasiz? Katta bo'lganlaringizda nimani xohlaysizlar, yozinglar deganda, men bilmadim nima uchun, men kran xohlaganman. Necha yildan keyin siz уже chiroyli biznes qurishga qadam qo'yishni boshladingiz. Voy, sen kichkinagina o'zing qizcha bo'lsang, qanday qilib sen o'sha bu korxonani yuritmoqchisan? Endi men bosh hisobchi bo'lgandan keyin menga уже bu nima kichiklik qilyapti. Yo'q, men demak boshliq bo'lishim kerak deganda. Onadan bezmasin bolalar deb ko'p aytar edilarda. O'tiramizda qarab turishadi. Biror noto'g'ri ish bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Bizneslaydi bo'laman desa, tushunmovchiliklar, to'siqlar bo'lyapti-da. Siz biznesmenlar oilasiga tushganmisiz? Xo'p, o'zingizni biling, biznesmenlar oilasiga chiqmagansiz, opa. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi podkastimizning mehmoni Dilorom Fayziyeva. Podkastimizga kelganingizdan juda xursandman. Taklifimni qabul qilib, sizdan bugun nafaqat men o'zimga kerakli bo'lgan narsani olaman va bizni ko'rsatuvchilarimiz ham o'zlariga kerakli bo'lgan juda kuchli instrumentlarni olishadi. Hayotda kerak bo'ladigan yaxshi znaniyalarni o'zlariga olishadi. Xudo xohlasa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ham xursandman siz bilan tanishib, mana shunday nima deydi, har bir xayrli ishni orqasida bir xayrli ishlar yotadi. Mana shu bir bahorada Moskvada bordik, siz bilan ko'rishdik. Nima deydi, sirtdan tanish bo'lsak ham, lekin o'sha yerda bizni ko'rishish nasib qilgan ekanda. Alloh nasib qilgan bo'lsa, bu hech qanday nima bo'lmas ekan. Mana shu sabab yana yaqinlashib, ana ancha suhbatlashadigan bo'ldik. Har bir boshlayotgan ishingizni xayrli qilsin. Rahmat opajon. Biz oldingi podkastlarimizda Moskvaga kelib, noldan bugungi kunda katta tadbirkor bo'lgan insonlarni olib chiqqandik. Hozirgi kunda Buxoroga kelib, o'zim asli buxorolik bo'lganim uchun buxorolik tadbirkorlarni, ya'ni xalq bilmagan, O'zbekiston bilmagan, jahon bilmagan tadbirkorlarni olib chiqishni maqsad qildim. Bugungi Buxorodan birinchi mehmonim men uchun ulug' va qadrli va dostoyni tadbirkor ayol va menga bugungi kunda ustoz bo'lgan Dilorom Fayziyeva. Dilorom opa, siz o'zingiz haqingizda aytib bering. Bugungi kunda Dilorom opa kim? Men hozirgi kunda o'zimni nima deydi, juda bir mehribon buvijon deb avvalambor hisoblayman. Men endi to'g'risi 30 yildan buyon o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan ishlab kelganman. Hozirgi kunda endi nima deydi, komandamizda ancha-muncha bolalarimiz bor. Yigitlar, qizlar faoliyat olib borishyapti. Biz mana shu nima deydi, o'sha komandani tashkil qilishda ham boshida ancha kamchiliklarga biz yo'l qo'yganmiz. O'sha doim aytilgan-ku, yaxshi o'sha soha vakili sizga keladi ishga, firmaga keladi, lekin ketishi boshliqdan bo'ladi ekanda. Mana shuni juda ham ko'p o'qib, izlab, mana shularning ustida ishlab, mana hozir Allohga shukr juda ham komandamiz yaxshi. Juda ham yaxshi bolalar ishlashyapti, yigitlar, qizlar ishlashyapti. O'sha biz avval masalan necha yilda bitta qadam qo'yadigan bo'lsak, masalan hozirgi kunda bir yilda bir nechta qadam qo'yib biladigan darajada kelganmiz. O'sha uchun ham avvalambor bu har bir kishiga qilinadigan ishonch. O'sha siz bilan ishlayotgan nima deydi, komandangizga ishonmasangiz, siz oldinga bora olmaysiz. Juda zo'r opa. Chiroyli komanda yaratish ketiga tushganman. Chunki komanda bizni boy qiladi. Shunday. Katta tadbirkor bo'laman desak, chiroyli komanda yaratishimiz kerak edi. Shunday. Siz bunday chiroyli narsani tatbiq qildim deyapsiz, opa. Qanaqa qilib buni qildingiz?
Yana aytaman, Mohigulxon bu yerda bilasizmi, avvalambor niyat. Niyat. Har bir ishni qilyapsizmi, o'zingizga ishoning. Avvalambor o'sha qilgan maqsadingizga qarab borishingizga ishoning, birinchisi. Ikkinchisi, o'sha olgan kishingiz o'sha qanaqa bo'lsin, mayli ishchi bo'lsin, mayli u qorovul bo'lsin, yaxshi soha vakili bo'lsin, lekin ishonish kerak hammaga. Hech kim xatosiz ishlamaydi, hammaning xatosi bor. Lekin kechirib bilish kerak, uni tushuntirib bilish kerak. Bir marta, ikki marta o'sha masalan qilingan xatolarga yaxshilik bilan yondashdingizmi, ular ham harakat qiladilar boshqa yomonlik qilmaslikka yoki o'sha xatoni takrorlamaslikka. Ya'ni xodimimiz biron bir xodimimiz xato qildi, siz kechirib, Shunday. yana mehr bera olasiz. Shunday. Biz qurilish mollari bilan asosan ishlaymiz. Nima deydi? Mana shu necha martalab bo'lgan mana shu nimalar, voqealar, o'shalardan birini aytmoqchiman sizga. Masalan, qish paytida qurilish mollarini juda ham saranjomlash qiyin bo'ladi. Hammasini usti yopiq joylarda ushlash qiyin bo'ladi-da. Bir kun nima kelyapmiz ertalab ishda, qorovulimiz aytyaptilar, shu kun kechqurun bilan yomg'ir yog'di. Soat 3:30da bizni bitta juda ham bir 8 kilometr uzoqda turadigan bitta ishchimiz velosipedda kelib, o'sha qurilish mollarini ustini yopib, o'tirib ozgina choy ichib, yomg'ir tingandan keyin uylariga ketganlar. Yana 9ga qaytib ishga kelyaptilar. Endi aytayapman-ku, mana shu darajada bo'lgan jonkuyar insonlarni siz qanday esingizdan chiqarib bilasiz? Demak, bitta kishi mana shunaqa qiladigan bo'lsa, qolganlar ham ularning ortidan borishadi. Tomdan tarsa tushganda hech kim tushib qolmaydi to'g'ri? Shunday. Yangi putga doim o'sha окружениямizdan kelib chiqib bitta ish qilamiz-da. Shunday. Shunday. Opajon, bo'lmasam o'shanda siz как rukovodитель olganmisiz birinchi ishingizni? Как o'zingizga полностью olmagansiz, как naёмный ishchi sifatida o'sha direktga qarashli xususiy korxona bo'lgan. Birinchi o'sha nima deydi, meni hisobchi qilib hisobchi bo'lganman. O'qishni tugatmasdan men ishga kirganman. Birinchi kelganimda o'sha bosh hisobchimiz o'tirib, mana shu yerda nima ko'zoynaklari shodda ishlanar edi. Mana shunday qilib qarardilarda, bizlarga zamechaniyalarni berib, kechagida esimda deng. Topshiriqlarni berib, shunday ishlar edilarda. Doim aytar edim, ularda alohida kabinet bo'lar edi. Biz shunda hisobotlarni to'g'rilab, to'g'rimikan deb o'sha atrofimizdagi opalarimizdan so'rab, ularga aytib, ko'rsatib, keyin olib kirar edik, to'g'rimikan, noto'g'rimi, urushib bermaydilarmi deganda. Lekin o'sha paytda qandaydir nima bo'lganda, men ham bosh hisobchi bo'laman. Masalan, o'zim yordamchi shogird bo'lib kirganman, keyin shogirdlikdan o'tib yordamchi lavozimiga, keyin material hisob-kitoblarni qiladigan, keyin oylik hisob-kitoblarni qiladigan, keyin nima deydi, starshi deydi, bosh buxgalter emas, starshi buxgalter bo'lganman. Undan keyin bosh hisobchiga yordamchi bo'lganman. O'sha bosh hisobchi darajasiga chiqqanman, maqsad bo'lgan o'shanda. O'sha paytda maqsad bo'lgan. Shunday. Endi men bosh hisobchi bo'lgandan keyin menga уже bu nima kichiklik qilyapti. Yo'q, men demak boshliq bo'lishim kerak deganda, o'shandan keyin kirib o'sha kichkina korxonani menga berishlarini so'raganman. O'sha paytda oilali bo'lganmisiz, opa? Oilali bo'lganman. Fikringizga qo'shilaman, opajon. Keling bir o'sha 30 yil orqaga qaytaylik-da. Dilorom opani 30 yil oldingi biznesga ilk qadamlari qanaqa bo'lgan? Men mana shu kichik korxonani olgandan keyin nima deydi, bizni qo'shnilarimiz bo'lishar edi. Ular Rossiyaga qatnaydilar. Endi menga bu korxonadan faqat o'sha quruvchilar uchun nima kiyimlar tikish menga yuklatilgan. Spes одежда deydi. Lekin men endi biznes qilmoqchiman-ku. Da. Endi o'ylanyapman, nima qilsa bo'ladi. Qo'shnilarimiz Rossiyaga borib kelishadi. Avval bittalaridan so'radim, keyin ikkinchilardan nima qilyapsizlar, nima olib boryapsizlar, necha puldan olib boryapsizlar degan informatsiyalarni to'plashni boshladim. Ya'ni qo'shnilaringiz nimadir deb sotgan Rossiyaga. Shunday. Ulardan so'rab, o'sha talabni bilib, rahmatli turmush o'rtog'imga aytib, Faxriddin aka, mana shunaqa ekan, bizda nima tekstillik kombinat bor, bir qiziqib ko'ring, o'sha yerdan material olsak, bizda qizlar ishlayapti. Ularda ham ish ko'proq bo'ladi, o'zimizga ham, ularga ham yaxshi bo'ladi. Qo'shnimizga ham nima aytayaptilar, mana shunaqa bo'lsa, narxini olaman deb. Mayli, qiziqib ko'raman deganlar, u kishi borib qiziqib ko'rib bilib,
aytganlar, o'sha materiallarni olishga yordamlashganlar. Biz o'shandan boshlab o'sha Rossiyaga ketadigan qo'shinlarimiz sabab bo'lishgan. Keyin sekin-sekin biz u obyomni juda ham katta obyomga chiqarganmiz. Oxirida esimda bor, vagonlab o'sha tekstil mahsulotlarini tikib vagonga yuklatib yuboradigan darajada chiqqanmiz. Xo'p, o'shanda nima tikib chiqib yuborgansizlar? Endi biz nima deydi, pastelni belyolar tikkanmiz, choyshaplar tikkanmiz и kechqurun kiyadigan ko'ylaklar. O'sha payt turmush o'rtog'imni nima deydi, yuring bitta o'zimiz ham borib ko'rib kelaylik, yuring borib ko'rib kelaylik. Nima qilasiz, tikib beryapsiz-ku, nimaga borasiz deb nima bo'lganlarida, yuring bitta ko'raylikchi, bozor nimani xohlayapti o'sha Rossiya bozori deb. Borganmiz, ko'rganmiz, o'sha yerda bitta rus ayoli kelib, nima bitta sotuvchiga aytayapti. Menga uni uzunligi shart emas, menga asosiysi keng bo'lsin, menga komfort bo'lsin yurish deganda. Keyin biror ukrasheniyasi bo'lsinki, oynaga qaraganimda menga bir chiroyli bir nima bo'lsin deganda, kayfiyatim ko'tarilsin. O'sha qanaqadir menga bir dars bo'lgan, keldikda, o'zim nima deydi, yoshlikdan pop-pop tikkanman. Keldik, Pop-pop nima bu? pattozlik deydi. Ha, aha, pattozlikda. Demak, mashinkamiz bor. Yana bitta shogirdcha oldik. Faqat asosan o'sha ich kiyim, kichik kiyadigan ayollar ko'ylagi juda ham udobniy, nima deydi? Endi pijama desak bo'ladi hozir. Yo'q, faqat ko'ylagi. Ko'ylagi, ha? Faqat ko'ylagi. Uzun ko'ylak. Mana o'sha materiallarni ham juda kenglarini olganmizda, o'shanda tikib, mana shu yerda ozginagina pop-pop tikib berganmiz. Voy, ishonmaysiz, qo'shnilarimiz 2 oy oldinga, undan tashqari o'sha bizga mijoz bo'lganlar mana shunaqasidan bizga tikib bering deyishganda. Bu oddiy kichkinagina shunda bir arzimas, shunda bitta gulcha tikib berilganda. Ya'ni siz bozorda borib ko'rib ideya olib kelgansiz. O'sha paytda ham ideya shuncha ish bergan, opa. Shunday. O'shani aytyapman-da, biz shu darajada chiqqanmiz, vagonlab zakazlarni olib, tikib berib, hatto bo'lgan bizda o'sha Rossiyadan bizda zakaz qilib bitta katta nima targoviy nima deydi, korxonaning rahbari grek ayol bo'lar edi, qayerdandir eshitib, bilib, cheres chiqib bizga mana shunday katta zakazlarni berishganda. Nima deydi, o'sha yerda tikib, o'zimizni anchalik nima qilib, o'nglab olib ishlab ketganmiz biz. Bu birinchi qadamiz biznesga. Xo'p, hozir o'sha paytda siz tikuv sexi bo'lgan. Tikuv sexi bo'lgan. Shunday. Men Moskvada Dilaroma o'zim Buxorolik. Menga Moskvadagi tadbirkor hamkasblarim aytayaptiki, "Moqil, sen Buxorodan ekansan. Seni ham yurting bor. Mana Buxorodan tadbirkor opa bor. U Dilaroma opa, quruvchi opa, Buxoroda uy quradi" deb sizni ta'rifingizni eshitganman-da, opa. Shunaqa. Siz qanaqa qurilish sohasiga o'tib ketdingiz? Sizni ko'pchilik Dilaroma opa quruvchi deydi-da. Endi bilasizmi, mana shu bu nima deydi, o'sha biznesga birinchi qadamlarim bo'lgan tikuv sexi. Bir yaqinimiz bir taklif bilan keldilar. Opa, bilasizmi, ishlayapsiz, ishingiz yaxshi. Mana shu tomonda bitta do'kon bor ekan. Bu do'kon necha yillardan beri faqat xo'jalik mollari do'koni bo'lgan. Agar xo'p desangiz, mana shuni ochib ishlar edik, lekin uni sotuvga qo'ygan deb taklif bilan kelib qoldilar uyga. Endi biz ishlayapmiz, ishlarimiz yomon emas, lekin mayli bir ko'raylik dedik, bordik. O'shanda rahmatli xo'jayin, voy, bilasizmi, ular necha pul deyishyapti? Bu hozirgi zamonda 30 ta kvartirani puli deganlarda, o'sha payt esimda bitta kvartiramiz bor edi. 2 xonali kvartiramizni $800 sotganmizda. Lekin biz do'konni $35,000 olganmiz. O'shanda xo'jayin, voy, siz nima qilyapsiz? U nechta kvartirani puli ekanligini bilyapsizmi? Bo'ldi, bizdan borib so'rash. Yo'q desalar yo'q, xo'p desalar xo'p deb shunaqa qilib borganmiz, отсрочкаga gapirganmiz, kelishganmiz, boshqarganmiz, borib kelib o'sha xo'jayin bilan tanish chiqqanmiz, ular ota-onamizni tanishgan, qaynotamlarini tanishgan. Shu bilan biz ishimiz pishib, mana shu do'konni olganmizda, o'sha yerda sekin-sekin qurilish mollarini keltirib boshlaganmiz. Qurilish mollari bilan ancha yil biz ishladik.
keyin o'sha nima deydi, dilerstvo degan so'zlar chiqib qoldi. Keyin bitta korxonani dilerstvosini oldik, distributsiya ikkinchisini oldik. Mana shunaqa qilib, keyin bir korxona rahbari opa, xo'p desangiz, o'sha Buxoroda bitta ishlab chiqarish qo'yaylik, Toshkentdan tashib yurasizmi degan предложение berib qo'yishganda. Shu sabab bo'lib biz o'sha ishlab chiqarishni qo'yganmiz. Endi ishimiz o'sha qurilish mollarini sotish bo'lganligi sababli biz quruvchilar bilan juda ham nima deydi, yaxshi aloqalar o'rnatib, o'sha bolalarimiz borib kelib, o'sha xo'jayini qurilish sohasida ishlaganlar. Mana shu sabab bo'lib o'sha qurilish sohasiga avval sotish, keyin distributsiya, keyin ishlab chiqarish, mana shunda endi xohlasak, xohlamasak remontlarga kirib ketdik. Mana shunaqa bo'lib ishimiz faqat qurilish bo'lib qolgan. Juda zo'r. Opa, buni olib qarasangiz, siz o'ta rizqovni ayoldasiz. Rizqovni ayol bo'lish bo'yini temperament bo'yicha siz kimsiz? Xolerikmi? Yo смешанный sanguinik bilanmi? Yo'q, xolerikman. Xolerik? Endi chisti bo'lmaydi-yu, flegmatik xolerik bo'lsangiz kerak. Bu shunday desak ham bo'ladi. bo'ladi. Ishlashingiz bo'yicha Shunday. Punktualni bo'lishingizga qaraganda siz xolerik, flegmatiksiz. Endi bilasizmi nima? Mana shu gapni aytishdan juda ham nimada charchamayman. O'sha har bir ishlayotgan, o'sha har bir qilayotgan maqsadingizni tagida yaxshilik bo'lishi kerak-da. Men oxirgi yillar juda ham o'qishlar bilan band bo'lyapman hozir. Biz yaqinda bitta o'qishga borganimizda yana bitta sirni ochishdi-da, ochdim o'zim uchun. Xohlar edim buni hamma ham nima bo'lsin. Maqsad qo'ydingizmi, maqsaddan keyingi maqsadingiz bo'lishi kerak ekan. Siz masalan Allohdan bir nimani so'rayapsiz, maqsad qilyapsiz. Men masalan mana shuncha pulim bo'lishini xohlayman yoki mana shuncha kapitalizatsiyam bo'lishini xohlayman deyapsiz, lekin evaziga siz nima bermoqchisiz? Mana shularga juda ham e'tibor qaratish kerak ekan. Endi qanchalik nima deydi, ko'p o'qiyversangiz, shunchalik bilasiz, kam narsani bilishingizni-da. O'sha uchun aytayapman-da, maqsad ortidagi maqsad borligi haqida juda ham bilmas ekanmiz. Lekin yana qaytib, yana o'tmishga boradigan bo'lsak, o'sha qanchalik yaxshilik qilaversangiz, demak yaxshilik ortidan yaxshiliklar kelishini bilamiz. Demak, hozir ham mana shu nima deydi, o'qishlarni bilasizmi, men nimaga o'xshataman? O'sha biz yoshligimizda ertaklar ko'p o'qir edik. Ertaklar o'qir edik. O'sha yerda aytilgan, kim ming tillo bersa, bitta hikmatli so'z aytaman. Hozir ham hikmatli so'zni olish uchun to'laymizda borib o'sha hikmatli so'zni olib kelamiz. Hatto biz o'sha gaplarni bilamiz. Lekin, masalan, kim ming tillo berib olsa, u yana yaxshiroq sizga singidi-da. O'sha uchun ham nima deydi, o'sha maqsad ortidagi maqsadlar odamni o'sha nima bo'lishga undar ekanda, katta ishlarni qilishga. Keyin masalan o'sha va'da beryapsiz. O'zingizga ham, hatto o'zingizga bergan va'dangizni ham bajarish kerak ekanda. Masalan, ertaga men o'sha ishni qilaman deysizda, qilmaysiz. Ertaga soat 6 ga turaman deysizda, 8 ga turasiz. Sportga boraman deysizda, bormaysiz. Ertaga to'g'ri ovqatlanaman deysizda, borib yana og'ir ovqatlarni yeysiz. O'sha va'da o'sha ham bizni nima deydi, miyamizni noto'g'ri ishlashlariga olib keladi. O'sha va'dani berdikmi, qilishimiz kerak ekan. Opa, sizda qangi hayotini ko'p qismini biznesga, tadbirkorlikka baxshida qilgan ayollar qanaqa qilib oilasiga va hajat olyapti? Yo bo'lmasam shu hammasini qanaqa qilib siz birda balans topib ketyapsiz, opa? Bilasizmi, Buxoroda asosan forscha ko'p gapiriladi-da. Bizda Buxoroda shunaqa maqol bor. Manki dil kunam, olama gul kunam. Agar men xohlasam, olamni gul qilaman degan. Endi bilasizmi, mana shu ham tadbirkorlik, ham ayol bo'lish bu ozgina mashaqqat, juda ham endi mashaqqat ham deya olmayman, lekin bor. Endi bilasizmi, qayerdadir o'sha shirin uyquzdan kechasiz. Masalan, hamma 6 da turadigan bo'lsa, siz 5 ga turishingiz kerak, 4 ga turishingiz kerak. Men esimda, masalan, o'sha ishdan keyin baribir o'sha bolalaringizga qarashingiz kerak, dazmollash kerak, yuvish kerak, boshqa qilish kerak. Ertaga ovqatni tayyorlab qo'yish kerak. O'sha uchun ham
esimda soat 2-3 bo'lib ketar edi-da. O'sha dazmollash kerak, hammasini dazmollab qo'yish kerak. Masalan, hammani kiyimlarini yoki ertaga zagotovkam bo'lishi kerak. Demak, ertaga ishingiz ko'proqmi? Bugun o'sha zagotovkalaringiz bo'lishi kerak. Ertaga kelgan zahoti o'sha chuchvarayizmi yoki kotletizmi boshqami tayyor bo'lsin, darrov kelib shunday tayyor bo'lsin. Nimagaki o'shani aytyapman-da, yurak qilsangiz qilib bilasiz. Lekin men o'ylayman, bu yerda asosan muomala. O'sha kerakli paytda o'sha nima deydi? Sizga masalan islomda masalan erkaklarga juda katta nima berilganda. Lekin shunda olsangiz, islomdagi ayollarda juda ham yaxshi. Islomda endi aytamiz biz erkaklarga nima qilishimiz kerak, bo'ysunishimiz kerak deb, islomda faqat bitta erga bo'ysunish kerak deyilgan. Lekin endi quloq soling, siz bitta erga bo'ysunasizda, sizni o'g'illaringiz sizga bo'ysunishadi. Masalan, sizni aka-ukalaringiz sizni ayashadi. Sizni dadangizlar, masalan, yaqin qarindoshlaringiz sizni ayashadi. Bu baxt. Bu islomdan boshqa hech qanday nimada yo'q. O'sha uchun ham islomda ayol bo'lish men baxt deb o'ylayman. Nimagaki o'sha o'g'illaringiz tomonidan, masalan, yaqinda men eshitib qoldim. Sunnat namoz o'qiyotgan paytda agar onangiz chaqirsa, namozni hatto buzish mumkin ekanda. Agar dadangiz chaqirsalar, masalan, namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, Allohu akbar deb sal balandroq ovoz bilan aytish kerak ekan. Ular eshitsinlar, siz namoz o'qiyapsiz. Lekin sunnat namoz o'qiyotganda namozni buzish mumkin ekan. Mana shu darajada islom ayollariga shunchalik masalan nima deydi? Yaxshi tomonlari ko'p, lekin buni isloh qila olmaganlar. Masalan, yo'q islomda qiyin, islom yo'q, unaqa emas. Lekin agar biz xohlasak, yaxshi muomalada bo'lsak, hammani baravar yaxshi ko'rsak, hammaga yaxshilik tilasak, hech qanday og'irligi ham, yomonligi ham yo'q. Tadbirkor bo'lishni ham, islom ayoli bo'lishni ham, hamma tomondan bizga juda ham yaxshi. Mani tilim ojiz. Yaxshi gapirishga. Dilorom opa, o'g'illar tadbirkor har kimni ham qo'lidan kelmayapti. Tadbirkor onalar o'zlarini ortlaridan o'g'illarni tadbirkor qilib chiqarishni har kimni qo'lidan kelmayapti-da. Xo'p, men bilishimcha o'g'illar tadbirkor. Qanaqa bilan tadbirkor qildingiz? Ular o'zlari xohlashdimi yo siz napravit qildingizmi? Endi bilasizmi, ular har ikkalalari o'qidilar, institutni tugatib, katta o'g'lim ichki ishlarda ishlar edi. Lekin u yoshligidan bog'chaga borar edi. O'g'lim katta bo'lsang kim bo'lasan desam, davlat odami bo'laman der edi-da. Shu yoshligidan shu bog'chaga borib biror mana bu yeri qirilib keladi, yorilib keladi, tikib qo'yishadi, masalan, vaspitatellarda keladi, o'g'limdan so'raymanda, nima bo'ldi o'g'lim desam, bilmadim deb qo'yaveradi-da. Shu bog'cha yoshidan u shunaqa bir nima bo'lganda, samostoятельно. Shunaqa. Ana ishladi, ichki ishlarda ishlab pensiyaga chiqib, lekin o'sha pensiyaga chiqmasdan oldin ham men baribir tadbirkor bo'lishim kerak deb doim nima bo'lar edi. Kichik ikkinchi o'g'lim bo'lsa, men bilan birga o'sha institut davomida ishlab birga biz nimaga kelganmiz. Bilasizmi, ota-onalarga bitta nimam bor-da. Otalarga emas, onalarga. Masalan, to'g'ri, bolalaringizni urishasiz, yomonlik qilishadi, ba'zan jahlingiz chiqadi, asablaringiz o'sha payt charchagan bo'lishi mumkin. Mani rahmatli oyimlar ham nima qilar edilar-da, yo'q, ko'p nima onadan bezmasin bolalar deb ko'p aytar edilar-da. Bilasizmi, mani o'zimga bir yarasha taktikam bor. O'sha taktika qanaqa? O'g'illarimmi, qizlarimmi masalan urishadimi, nima deydi, jahlimni chiqarishadimi? O'sha payt hech narsa demayman, hech narsa. Biz dasturxon boshida o'tiramiz hammamiz. Dasturxonda o'tirdikki, men boshlayman. Agar men yaxshi tarbiya berganimda edi, mana shunaqa bo'lmas edi. Demak, men o'zim sizlarga yetarlicha o'sha bilimni bera olmaganligim uchun mana shunaqa bo'lyapti. Yana bir nima deb o'zimni urishni boshlayman-da. Opa, endi o'sha bo'lgan voqeani eslab shu gap aytasizmi? Ha? Masalan, o'sha bitta неприятности bo'ldi. Masalan, maktabda bir nimadir qilishdi ular, o'qituvchisi telefon qildi. Bo'ladi-ku mana shunaqa. O'tiramizda dasturxon boshida ovqatlanib bo'lamiz.
keyin hamma ovqatlanib bo'ldiki, men boshlaymanda. "Mana shunaqa bo'libdimi?" deyman, so'rayman. "Ha, shunaqa bo'ldi" deydi. Keyin jim o'tiraman, gapirib bo'lishadi, o'sha sabablarni aytib bo'lishadi, keyin men boshlayman. Agar men yaxshi tarbiya berganimda edi, mana shunaqa bo'lmas edi. Demak, men bu yerda aybdorman. Men agar mana shunday qilmaganimda, mana shuni o'rgatganimda edi vaqtida sizlarda, bu uchun meni aybim. Keyin mana shunaqa o'zimni ayblayveramanda. Keyin bolalarim boshadi. Undan ko'ra bizni bitta shapaloq urib qo'ying. Undan ko'ra bitta shapaloq urib qo'yingda, bizni bunaqa o'zingizni qiynamang, bizni ham qiynamang deb nima qilishadi-da. O'sha uchun aytayapman, juda ham urushib, janjallashib, ularni nima qilib bo'lmaydi. Hozirgacha shu nimamiz bor. Hozir ham masalan yoshlari katta har birtalarida 3 tadan 4 tadan bolalari bo'lsa ham, hozir ham shu ahvol. O'tiramizda qarab turishadi. Biror noto'g'ri ish bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Endi hozir Allohga shukr, kelinlarimiz, nevaralarim ovqatlanib bo'lgandan keyin har yakshanba kuni o'sha bizni o'sha oyimlarnikida, qaynonamlarnikida har yakshanba kuni palov pishiriladi. Albatta hamma oila jam bo'lishi kerak. Udum shunaqa Har hafta. Har hafta. 6 yoshda topsang oshadi, 7 yoshda topganing yetadi degan so'z borda. Bolalarni yoshligida pul topishga qiziqtirganmisiz? Pul bilan muomalasini o'rgatganmisiz? Va shunga qanaqa qaraysiz opajon? Bizda uyda har hafta o'sha gapirayotgan paytda nima deydi, o'sha moliya to'g'risida albatta gaplar temamiz bor, har hafta bor bolalar bilan. Demak, ular nima deydi, o'sha pulni taqsimlashni ularni o'zlariga berib qo'yganmiz. Ular nima qilishadi, masalan, yo'limga mana buncha kerak, ovqatlanishimga bu kerak, unisiga kerak, bunisi kerak, haftalik pul ularga beriladi. Haftani boshida beriladi hammalariga. Ya'ni o'zlarini budjetlarini hisoblab chiqishadi. Bir haftada ularga qancha pul kerak? Nima deydi, o'sha yana qo'shimcha qanaqadir bonuslar uchun yana bir nimalar o'ylaymiz, oilaviy kattalar, bolalarga beramiz. Ular o'sha qo'shimcha pullarni olishadi-da, o'sha har oyning oxirida hisobot qilamiz. Har oyning oxirida hisobot qilib, kim qancha pul oldi, qancha pulni ortiqcha qilib qo'ydi, kimning qanaqa yana planlari bor. Endi bilsangiz, qachon ularning o'zini puli bo'lsa, juda ham xarajat qilgisi yo'q. Bir nima so'raymiz, Azamat senga bir nima deb so'ragan eding, kerakmi? Yo'q, menga yetadi hali. Yoki nima deydi, o'sha ikkinchi kichkina nevaralarimdan Ilhomjonmi, masalan, boshqalardan so'rasak ham, ular ham o'zlarining pullarini xarajat qilgilari yo'q. Yo'q, meni planim bor bunga deb qo'yishadi-da. O'sha finansiy podushka to'g'risida biz ko'proq o'sha darslarga borib, o'sha taqsimlaganimizda, hatto hozir o'sha kelinlarimiz ham balki mashinangizni almashtirarsiz desak, yo'q, menga hozircha yetadi deb qo'yishadi-da. Shu darajada nima deydi, o'sha joy-joyga xarajat qilishni hozirdan o'rgatib bormasak, endi hozirgi sun'iy intellekt juda ham nima bo'lib ketyapti. Oldinda boshqa xil nima deydi, oqimlar kelyapti, valna endi. O'sha uchun moliyaviy o'sha savodxonligi bo'lishi kerak degan fikrdaman. Dilorom opa, bir so'z borda, ruslarda bitta shunaqa maqol bor. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Dilorom opani bugungi kunda tanishlari orqali qanaqa yangi natijalarga erishdingiz yo qanaqa yo'llar Dilorom opa uchun ochildi? Shularni biron bir eslayotgan bormi opajon? Albatta, bu juda ham yaxshi aytilgan maqol, juda ham men bunga nimaman, xayrixohman. O'sha 4 yil oldin men Saidmurod Davlatovda o'qiganman-da. Ularga o'qidik avval, o'sha nima deydi, Coviddan keyin juda nima deydi, yomon nimalar bo'ldi-da, endi og'ir kunlar desak ham bo'ladi. Juda ko'p yo'qotishlar, atrofdagilar hamma mana shunday tushkunlik, shunaqa. Bir kun o'g'lim kelib, o'g'illarim ikkalasi kelib, opajon, xo'p deng, sizni biznes o'qishiga yuboramiz. Yo'q, o'g'lim, qo'yaver. Desam, yo'q, xo'p deng, siz bizni ham gapimizga quloq soling deb meni o'shalarga yuborishganda. Bu nechinchi yillarda opajon? Coviddan keyin 22-yil. 22-yil borib o'qidim, keyin yillik kurslarga borib o'qidim. Judayam nima deydi, o'sha
yaxshi insonlar bilan o'sha yerda tanishdim, juda ham yaxshi insonlar bilan. Ular nima deydi, albatta ko'p kishiga ustozlar u kishi, lekin nima deydi, o'sha klublarida juda ham yaxshi insonlarni to'plab bilgan inson. Men juda ham ko'plarda o'qidim, lekin u kishini tajribasiga men baribir tan beraman. U kishini o'sha nima deydi, klubdagi a'zolari juda ham chertib olingan odamlar. Juda ham asosan shunaqa. Biz shu darajada yaqinlashganmiz o'sha nimalar bilan, klub a'zolari bilan. Kimdir Moskvada, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Dubayda, o'sha masalan boshqa Kazanda shunaqangi endi bir nima deydi, juda ham bir yaqin qadrdonlaringizdek-da, shunday. O'shani aytamanda, bu uchun men juda ham minnatdorman bu ustozdan. Juda ham mana shunaqa nima deydi, biz hozir oxirgi paytlar nima qilyapmiz? Nima deydi, o'sha nechta bir tadbirkor oilaviy hamma to'planishadi. Kimdir turmush o'rtog'i bolalari bilan, masalan, men o'g'illarim, kelinlarim, nevaralarim bilan mana shunaqa to'planib qaysidir bir zona oddihaga boramizda, nima deydi, mazza qilib ham dam olamiz. Ham o'sha biznesdan nima fikr yuritamiz. Yana ancha nima bo'lib, nima deydi, gapimiz o'qiydi, hamma biznes bilan zaнимается. Nima deydi, biznes anatomiyasi bir xil deydilar-da o'sha ustozimiz. Biznes anatomiyasi bir xil, lekin soha har xil. Xuddi haqiqatdan ham xuddi shunda, kim qanaqa soha bo'lsin. Kimnidir bolalari o'sha Amerikada o'qiydi, boshqa joyda o'qiydi, o'sha payt kanikul bo'ladi-da, hamma o'shalarni olib keladi. Bizni ham bolalarimizga ular motivatsiya. Kimdir Germaniyada o'qiyapti, Amerikada o'qiyapti, Avstriyada o'qiyapti. Bolalar ular kelishadi, bizni bolalarga dars o'tishadi. Endi aytayapman-ku, juda ham bir yaxshi auralarni nima qilib bilamiz-da. Bemalol ularni bolalari kelishyapti, biz bolalarimizni yuboryapmiz. O'sha uchun aytayapman-da, o'sha ko'p qanchalik do'stlaringiz bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Bugungi kunda hamma narsa pul bilan emasligiga yana bir marta nima amin bo'lishimiz kerak. Nimagaki o'sha yaqin, o'sha tanishlaringiz, o'sha qadrdonlaringiz sizga o'sha kerakli maslahatni berishadi. Sizni konkurent deb ko'rishmaydi. O'sha qanaqadir bir tushayotgan joyda yelkasini tutib beradi. Mana bunday qilsangiz to'g'ri yo'lga kirib ketasiz degan yaxshi fikrlarni olasiz. O'sha uchun ham qanchalik ko'p atrofingizda o'sha nima deydi, omadli, o'sha tajribali, oq ko'ngil odamlar ko'p bo'lsa, sizni ham продвижениеңiz shunchalik tez bo'ladi. Dilorom opa, oxirgi paytlarda, oxirgi 3 yillik, 4 yillik, 5 yillikda faqat o'qish bilan bandlar. Shunday. Dilorom opa, qayerlar, kimlarda o'qib chiqdingiz shu paytgacha? Kimlarning kurslariga qatnashdingiz? Men eng ko'p qatnashganim Saidmurod Davlatov bo'lganlar. Undan keyin Temchenkada borib o'qidim, Vysotskiyda o'qiganman, Norbekovda o'qidim. Yaqinda o'sha nima qozog'istonlik Jeksen Vasilyevich degan nima mentor borlar, ularda o'qib chiqdim. Yana onlayn o'qishlarim juda ko'p. Lekin bilasizmi, o'sha qaysi nima deydi, hammasi ular masalan har xil din vakillari. Lekin baribir tagida bir xil nima deydi, niyat yotadi. Qanchalik har birlari ham oxirida mana shunday bitta so'z bilan aytganda nimalar oldingiz deganda, o'sha qanday niyat bilan ishni boshlaysiz, mana shu sizni olib ketadi deyapti. O'sha qilayotgan niyatingiz beg'ubor bo'lsin, maqsadni ortidagi o'sha asosiy maqsadingiz bo'lsin. Nimagaki erishgan bo'lsangiz, masalan, nimaga erishmoqchisiz? Erishgandan keyin nimani bermoqchisiz? Nima qilib bermoqchisiz? O'sha uchun ko'pni duosi ijobat. Nima deydi, men ham o'zimga o'sha qilgan maqsadlarim orasida o'sha mana shu maqsadim bo'lgandan keyin mana shu ishni qilaman degan avvaldan ham bor edi. Necha yillardan beri o'sha yillik, masalan, shu yil tugayaptimi, oktyabrdan boshlab kelasi yilni rejasini yozadigan odatim bor. Necha yillardan beri. Hatto 10 yillik hozir o'sha ежедневниklarim bor. O'shalarni olib qaraymanda, nimalar bo'lgan o'sha payt, qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, qaysi payt sezon bo'lgan, qaysi payt bo'lmagan, даже o'shalarni qaytadan o'zim uchun ochamanda, ko'rib yana bir bor nima bo'laman. O'sha uchun ham avvalambor mana shu to'g'ri niyat bilan o'qishga boryapsizmi, o'sha to'g'ri narsani olib kelasiz. Voy, bu menga qanaqa berar ekan, yaxshimikin deb bir nima bilan borsangiz, ishoning, juda hech narsa olib kelmaysiz.
Ya'ni zaprosda ham borayotgan payting To'g'ri toza deb- qilib borsang, Shunday. toza o'zingga kelayotgan Shunday. kelasan. Hozirgi yoshlarda bilasizmi nima? Hozirgi yoshlar endi juda ham hozir ko'p dars beradiganlar chiqishganda. Man juda hammalarini masalan nima deydi, qo'llab-quvvatlayman birinchidan. Kimdir mayli qaysidir darajada bilimi bor, kimdir yuqori darajada bilimi bor, lekin o'sha ham nimanidir bermoqchi. Mayli uni tagida avvalambor nima moliya turgan bo'lsin, lekin u nimadir beryapti, yaxshi narsani beryapti, harakat qilyapti. Bu uchun bizni kimdir dono, kimdir nodon deyish bu juda ham noto'g'ri, meni fikrim. Endi kim qanaqa dars beryapti, lekin dars berishni xohlayapti, odamlarga o'rgatishni xohlayapti. Eng qizig'i o'rganadiganlar ko'paygan. O'qiyman deganlar ko'paygan. O'sha keling, o'sha juda ham yuqori darajada, yuqori malakali bo'lmasin. Qaysidir bilimni olib keldi, o'shani tarqatmoqchi. Bu yaxshilik. Bu juda ham yaxshilik. Uzr, opajon, siz keling bir siz bilan bir solishtirib ko'raylik-da. 30 yil oldin tadbirkorlar uchun qanaqa imkoniyatlar bor edi? Plusi, minusi. Bugungi kunda endi tadbirkor yo'liga qadam qo'yaman degan tadbirkor, xot ayol, xot erkak, bular uchun qanaqa imkoniyatlar bor? Kimdir aytadiki, ko'pchilik aytadiki, o'sha paytda qilib olganlar qilib oldi, boshlab olganlar boshlab oldi, o'rnini topib olganlar topib oldi, endi kech bo'ldi degan insonlar bor-da. Kimdir esa endi biznes qursa yaxshi imkoniyat degan fikrlar yuribdi-da hozirda jamoat ichida. Siz ikkita rinnikni ko'rgan insonsiz-da. O'sha payt qiyinchiliklar biz bilamizki, o'sha payt konkurensiya kam bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Qiyinchiliklar ham o'ziga yarasha bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir konkurensiya ko'proq, qiyinchilik kamroq bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Shunga sizni fikringiz menga qiziq, opajon. To'g'ri, avval konkurentlar kam bo'lgan, lekin ishlash sal qiyin edi. Masalan, o'sha biz Toshkentdan yuk olib keladigan bo'lsak, har bir soatda o'sha yuk tashuvchi nimalar, haydovchilar, "Opa, bizni mana bu yerda to'xtatishdi. Opa, mana bu yerda to'xtatishdi. Nima qilaylik? Yukni tushiraman deyishyapti. Ana bu yerda tushiraman deyishyapti." Biz haftada 2 marta, 3 marta oladigan bo'lsak, o'sha haftada 2-3 kun biz yotmas edik. O'sha mana shunda unaqa deyapti, bunaqa deyapti deb mana shunaqa bir qandaydir nima deydi, asabbuzarliklar, noqonuniy deb bizni nima qilishlar juda ham ko'p bo'lgan. Qanchalik biz to'g'ri ishlashni xohlasak, xohlaganimizda ham qila olmas edik mana shu ishlarni. Lekin hozirgi kunda endi o'z joyini topganlar topdi deganlarga men juda ham qo'shilmayman. Juda ham hozir masalan oldin biznes qilib ustida ishlamay qolganlar qancha. Katta binolari bor, nima qilishni bilmaydiganlar qancha. O'sha uchun aytayapman-da, yo'q, o'qish hech qachon odamni orqaga tortmas ekan. O'sha qanchalik o'qiysiz, zamon bilan hamnafas bo'lib yuraverasiz, yangiliklardan boxabar bo'laverasiz, sizni mana shunchalik oldinga olib ketaveradi. Hozirgi yoshlarda masalan shunday uyda o'tirib, ideyani sotib pul qilib o'tirishibdi. Biz o'sha meni xayriya fondim bor, o'sha iqtidorli bolalarni kontraktlarini to'lab beraman-da. Lekin faqat iqtidorli bolalarni endi tanlab olamizda. Qanday qilib tanlaysiz ularni? Ularni o'sha institutlardan, masalan, ular o'zlari iqtidorli, lekin o'sha kontrakt to'lash sharoiti yo'q. Akademический olmoqchi ular. Ularga shunday to'lab beramiz, taklif beramiz. Kontrakt to'laganing uchun biz hech qanday sendan talabgor emasmiz. Lekin agar ishlamoqchi bo'lsang, yana ustiga bizga kelib ishlaysan, pul beramiz. Qaysi soha bo'lsa, o'sha sohani ishini biz taklif qila olamiz. Bilasizmi, o'sha yaqinda biz nima bo'ldi? O'tgan yil mana shu bo'lgan nima? O'zimizda IT sohasida o'qiydigan fakultetdagi bolalar bilan qiziqib ko'rdik. Biz aytdik, mana shunda agar bo'ladigan bo'lsa, mana shu bolalardan olamiz dedik-da. O'sha fond a'zolari bilan fikrlashdik. Bilasizmi, o'sha nimada IT sohasida o'qiydigan bolalar 70% chet kompaniyalar bilan ishlashadi. 70%. Lekin 30% o'sha bizga nima kontraktimiz og'ir bo'lyapti, boshqa bo'lyapti deb oddiy Excel holatini bilmaydi. Nimaligini bilmaydi.
Faraz qiling. 70% bola o'sha chetdagi kompaniyalarga programma yozib berishyapti, qanaqadir onlayn ishlarni qilishyapti, qilib bilishyapti. Ular oyida 2000-3000 dollargacha ishlaydigan bolalar bor ekanda. Lekin o'sha fakultetda o'qib turib, o'sha oddiy grafani chizib bilmaydigan o'quvchilar ham bor. Talabalar. Nima uchun unaqa deb o'ylaysiz opajon? Hayotga qiziqish yo'q. Hayotda qiziqish yo'q. O'sha uchun ham kim xohlasa yaxshi hayotni ishlab biladi. Nimanidir o'ylash mumkin. Hozir endi juda ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda shunaqangi fikrlar berilyapti. Biz masalan ko'p vaqt chetga chiqamiz, davlat tashriflari bilan chiqamiz chetda. Yaqinda yo'q, o'tgan yili davlat tashrifi bilan chiqqanimizda bir qiziq gapni aytishdi. Sizlarda O'zbekistonda, bizda agar daraxtdan bitta barg tushadigan bo'lsa, demak biror ish tushadigan bo'lsa-da endi aytayaptilar. Nechta biznesmen o'sha bargga qarab turadigan olay o'sha bargni deyapti-da. O'zbekistonda bo'lsa daraxtni shunday silkitsangiz shunday barg to'kilyapti, lekin oladigan bitta yoki ikkita biznesmen deyapti-da. Shunchalik bizda возможность ko'p. Ishlanmagan hali loyihalar juda ham ko'p. Yoshlarimiz agar ishlayman desalar juda ham ko'p loyihalar. O'sha oddiy hozir o'sha SMM deyaptilar, mobilograflar deyaptilar. Agar xohlasalar yoshlar masalan 2 oylik kursga borishyapti-da, o'qib o'sha bitta korxonani ishini olib borishyapti. Uyda o'tirib ishlashyapti. Endi bunisi qolgani o'zlari hayotga qanday qarashlaridan bog'liq. Dilara opa, siz uchun eng katta yo'qotish biznes sohasida. Yo'qsa, shunday bitta xatoyizki, biz bilamiz, bu tadbirkor, rukovodитель biza tolka bizani oldinga yurg'izadigan ham, orqaga yurg'izadigan ham, yaxshi pribelga chiqaradigan ham, yo'qotishga olib keladigan ham bizni bittagina to'g'ri yo noto'g'ri qaror qabul qilishimizga bog'liq. Esla olasizmi? Shunday bitta qaror qabul qildingiz, o'sha qaror ketidan yaxshi rezultatga chiqdi biznesingiz. Yo shunday qaror qabul qildingizki, o'sha qarori sizga katta yo'qotishga olib keldi. Biznesda bu juda ham ko'p bo'ladigan holat. To'g'risini aytadigan bo'lsam, nima deydi? Biznes qilib, to'g'ri qaror qilib yaxshilik kelganda juda ham ko'p eslamaysiz. Lekin yo'qotish bo'lganda albatta bu sizni nima qilib turadi-da? Endi har bir qilingan xatolik bu sizni yana bir martaga tajribangizni ko'paytiradi. Nima deydi? Mudrost deydi-ku, mana shunaqada. O'sha xato endi tajriba biz uchun. Lekin endi bu degani doimo mana shunday emas, lekin mana shu biznesim davomida men 2 marta mana shunaqa xato qilganman. Nima deydi? Bittasi bo'lsa, buni mana shu 2024-yil bo'lgan. Bu juda ham noto'g'ri qaror bo'lgan. Biz o'sha 1 yil demasam ham, lekin 1 yilga yaqin biz juda ham o'sha yomon holatda bo'lganmiz. Yomon qanday holatda bo'lganmiz? Endi asabiy holatda bo'lganmiz. O'sha noto'g'ri qaror qilganimiz, noto'g'ri qaror qabul qilganimizni anglaganmiz. Lekin har bir ishni xayrlisini Allohdan so'raymiz, avvalambor. Mana shu qilingan nima deydi? Bu o'sha menga nima bo'lsam o'zimni ayblayman-ku. Men demak bir nimani nimadir noto'g'ri qildim deb nima deydi? O'sha ustozlarga murojaat qilganimda bitta ustozimiz zo'r gapni aytganlarda, balkim mana shu siz nimadir yaxshilikni xohlayapsiz, o'sha yaxshilikka chiqish uchun filtr qilinayotgandirsiz deganlarda. Men o'shandan keyin juda ham nima bo'lganman. Demak, bu o'sha filtrdan o'tish yo'li. Demak, bu yaxshilikka olib chiqadigan yo'l deb o'zimni ishontirganman. Uydagilarni ham, komandamizni ham mana shunday ishontirganmiz. Ishoning tez orada o'sha yo'qotilgan zararni o'rni shu endi 1 baravar bo'lmasa ham, lekin 1 baravardan ortiq natija bilan kelgan. O'sha uchun aytayapman-da, har bir yomonlikdan ham yaxshilikni izlash mumkin. Balkim to'g'ridir. O'shandan o'tish kerakdir bizga. Nima deydi? O'sha og'ir damlar kuchli qilishga sizni majbur qiladi. Demak,
shu bo'lishi kerak. O'sha uchun juda ham afsuslanmayman, balkim o'sha to'g'ri qilingan bo'lgan, o'sha noto'g'ri qarorimiz yaxshilik yo'lida qilingan bo'lgan. O'sha uchun ham aytyapman, undan keyingi bo'ladigan ishlar o'sha 1,5 baravarga bizga ortig'i bilan kelgan, o'sha qiladigan ishlarimiz, boshqa o'sha proyektlarni ustida ishlayotganimizda shunga amin bo'lganmiz. O'sha uchun aytyapman-da, xatosiz. Juda zo'r. Xo'p, Dilorom opa, qachon katta pullarga chiqdingiz? 30 yillik tadbirkor sifatida kimdir tadbirkorlik boshlaydi, katta pullarga chiqadi-da, kimdir tadbirkor 5 yil ishlaydi, keyin katta pullarga chiqa oladi. Xo'p, Dilorom opa, necha yildan katta pullarga chiqdilar? Mohigulxon, bilasizmi? Har kimning mezoni har xil. Har kimning foyda topish, foydani taqsimlash, foydani topish mezoni har xil. Kimga masalan $1000 katta pul bo'lishi mumkin, kimgadir $10,000 katta bo'lishi mumkin. O'sha uchun aytyapman-da, buni mezoni yo'q. Buni mezoni yo'q. Mana shunday. Xo'p. Tadbirkorda ilk qadamni qo'ygan paytingiz tadbirkor sifatida ustozingiz bo'lganmi? Bilasizmi, menda shunaqa bir odatda kimdir menga qachonlardir bir yaxshilik qilgan bo'lsa, men uni hayotda esimdan chiqara olmayman. Hayotda. Menga man senga ustoz degan odamlar yo'q, lekin men ularni o'zimga ustoz deb bilganman. Masalan, kimnidir qayerdadir yordami tekkan, masalan, o'sha hisob kitoblarni qilishda, o'sha tovarlarni xarid qilishda yoki sotishga mana bunga yo'l qo'ymang deganlarni men ularni o'zlariga ham aytganman, lekin ular nima bo'lmaganlar. Endi hozir ustoz shogirdlar ozgina boshqa xil, lekin avvallar boshqa xil bo'lganlar. Lekin aytayapman-ku, o'sha yana men qaytaman, o'sha niyatda yaxshiliklarni masalan esdan chiqarmaslik. Kimdir sizga yaxshilik qiladi, o'shani masalan yillar davomida yaqindagina bo'lgan holat mana shunday nima deydi? Men ish boshlagan paytimda, birinchi ish boshlagan paytimda mana o'sha do'konda nima deydi, qo'llab-quvvatlab, mendan yosh bir yigit, "Opa, mayli zerikmang, ana unaqa qilamiz, opa, zerikmang, mana sizga agar nima bo'lsa aytaman, sizga tovar berib turishadi, boshqa qilishadi" degan bir nima deydi, yigit. Endi hozir ular ishlamayaptilar, hozir nima bo'lmayaptilar, lekin menga qanaqadir nima deydi, o'sha yigitni menga yordami tekkan o'sha payt. Mana shu kerakli maslahatlarni bergan o'sha payt deb, o'sha juda ham aytayapman-ku, ularga mana shunaqa ozgina неприятности bo'lganda qo'limdan kelgancha ularga yordamlashib, qayerdadir maslahatim bilan, qayerdadir moliyaviy, qayerdadir o'sha kontaktlar orqali, o'sha uchun aytayapman-da, biror yaxshilik bejavob emas. O'sha nima deydi, Alloh tomonidan har bir berilgan narsa, har bir berilgan. O'sha hatto tanamizdagi oqadigan qonni ham mikroskopni tagida sanasa bo'ladi. O'sha uchun aytayapman-da, bu dunyo hisob-kitobsiz emas. Dilorom opa, hozirgi kunda tadbirkor uchun kerak bo'ladigan xislatlar, iznaniyalar nima deb o'ylaysiz? Juda ham yaxshi savol. Men o'sha o'tgan yil menga bitta nima berishdi, taklifnoma berishdi, bitta biznes treningga. Keling, shunday nima, vaqtingiz bo'lsa keling. Bu yerda tadbirkorlar ko'p bo'lishadi. Xohlang qatnashing, xohlamasangiz mana shunday nima deydi, muloqotda bo'lasiz deb. Bordik, o'sha yerda juda ham ko'p joylardan kelishgan, har xil davlatlardan, hatto Fransiyadan kelganlar. Nima deydi? Borib o'sha yerda bilasizmi, ko'pchilik bilan gaplashib chiqdim. Ularda o'sha nima deydi, распыление juda ham ko'p. O'sha nima deydi, fikrni juda ham tarqalib ketishgan. Ana unaqa ideya bor, bunaqa ideya bor, bu ideya bor, boshqasi bor. Bu juda ham tadbirkorlarimiz uchun noto'g'ri ish. O'sha biz necha yil oldin, Coviddan oldin Guanzhouga borgan edik, выставkaga boryapmiz. Bordik, keyin zavodlariga bordik, ishimiz bo'ldi. Haligi переводчикka aytayapmiz, men nevaralarimga o'bi olmoqchi edim. U menga savol beryapti. Nevaralaring necha yosh? Men aytayapman, tushunmadim, qanday necha yosh? Menga o'sha детский мир bo'lsa, o'sha yerga bormoqchiman deyapman-da. U menga aytayaptiki, yo'q. Точный вопрос-da. Qizmi, o'g'ilmi? Yoshi nechida?
keyin aytdimki, iltimos, menga tushuntirsan, nima uchun bunaqa so'rayapsan desa, mana bu yerda gipermarket. Bu yer 8 ta etaj. Qiz bolalarniki alohida, o'g'il bolalarniki alohida. Bu yerdan birdan hatto yoshigacha точно 1 yasharliki, 2 yasharliki, 3 yashar. O'shanda hayron bo'lgan edim. Qanday bunday bo'lishi mumkin deb. Bizda masalan, Letkimirga kirsangiz, masalan, o'sha 0 dan to 14 yoshgacha siz topib bilasiz. U yerda shu darajada узкий специальность bo'lib ketgan. Qachonki u juda ham torayib ketsa, o'shaning ustida ko'proq ishlasa bo'ladi. Bizdagi o'sha tadbirkorlarni o'sha juda ham nima bo'lmasligi, nechta soha, nima, masalan, o'quv sentri bor, yana sartaroshxonasi bor, yana bir boshqasi bor, yana boshqasi bor, lekin hammasi o'rta miyona. Birortasi juda ham chiqib ketmagan. O'sha nima deydi, endi ish boshlayotganlarga bitta nima bor edi, aytadigan gapim. Masalan, siz sartaroshxona ochmoqchimisiz? Sizga pul kerakmi yoki sizga sartaroshxona kerakmi? Masalan, sartaroshxona ochish uchun albatta uni sotib olish shart emas. Sizga prichoska qilish kerakmi yoki sizga pul ishlash kerakmi? Avval siz aniqlab oling sizga nima kerakligini. O'sha uchun masalan uni sotib olib o'sha binoni keyin qila olmasligingiz mumkin. Avval ishlab ko'ring. Juda yaxshi maslahat bo'ldi. Endi boshlayman degan tadbirkorlarga maqsad tanlab olish kerak. Shunday. Juda. Xo'p, Dilorom opa, dunyo bo'yicha qarasak, uspешный tadbirkor ayollar kam. Shunday. Ko'p biznesni erkaklar qiladi. Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz? Menda shunday bir voqea bo'lganda, o'sha ustozimiz aytganlar, nimaga ayollardan payg'ambarlar chiqmagan deb. O'shanda atrofimizda juda ham ko'p odam bo'lgan. Biz biznes bilan ketganmiz, tur bilan ketganmiz, juda ham ko'p biznesmenlar. Men aytganman, maylimi ustoz, keyinroq sizga javob bersam debdi. Bo'ldi, bu sizga savol deb o'tib ketganlarda. Mudri podxod. Da, Siz tomondan. Shunday. Endi buni ikki og'iz so'z bilan aytib bo'lmaydi. Masalan, nima uchun ayollardan payg'ambarlar chiqmagan? Ayollarda nima deydi? O'ziga yarasha berilgan vazifalar bor. Masalan, bular urushga chiqib bilmaganlar. Masalan, nima deydi? Homiladorlik vaqti bor, 9 oy. Undan keyin bolalarni katta qilish bor. O'sha uchun ham ular erkaklardan orqada yurganlar. O'sha uchun ham ularga masalan to'g'ri vakolatni erkaklarga ko'p berishgan, lekin bizga ulardan ham ko'proq narsani berib qo'yishgan. Masalan, jannat onalar oyog'i ostida deyilgan. Nimaga otalar oyog'i ostida emas? Masalan, hozir kichkina yosh bolasi bor ayollarga ko'proq aytaman, hozir qizimda ham 2 ta kichkina bolasi bor. Bir kun telefon qilsam, bitta bolasi qo'lida, bittasi oyog'ida, yaxshimisan qizim desam, qarayapti-yu, kulyapti, lekin ko'zidan yosh oqyapti-da. Nima bo'ldi desam, yo'q, hech narsa emas, deyapti-da. Men aytdim, qizim, quloq sol gapimga. Jannat onalar oyog'i ostida. Alloh jannatni shunday berib qo'yibdimi? Alloh jannatni shunday berib qo'ymaydi. Mana shunchalik bizni azoblarimiz uchun, mana shunday bolalarga jonimizni fido qilib qarashimiz uchun berilgan. Bu baxt bizga. Bu baxtligini esingdan chiqarmagin. O'sha uchun ham ayollar, to'g'ri ayollar, liderlar kam, lekin har bir kuchli erkakning orqasida ayol turadi. Juda mazza qilyapman javoblaringizdan. Juda ta'sirli. Bunaqasi bo'lmagan opajon. Rahmat. Dilorom opa, xo'p, ayol tadbirkorlar maqsadi bor, lider bo'laman. O'zimning nomimni, правильно, tadbirkor, rezultatli chiqaraman degan yosh ayol tadbirkorlarga nima maslahat berardingiz? Чтобы ular shu maqsadlariga yetish uchun nimalarni nazardan chetga qoldirmaslar? Maylimi shu yerda yana tarixga bitta nazar solsak. Men oxirgi paytlar nima deydi, o'sha kitob o'qiganimda bitta zo'r nima esimda qolgandi. Bir savdogar borlar, demak, o'sha
bitta xizmatkor o'zlariga oladilar. U xizmatkor shunaqangi halol xizmatkor. Hatto o'sha chirigan olmani avval so'raydilarda, keyin yeydilar. Shunday даже chirigan tashlash mumkin bo'lganini ham so'rab yeydilar. Kunlardan bir kun mana shu savdogar aytadilarki, mana shu bitta yagona qizimni mana shu xizmatkorimga beraman deb. Ayollari juda ham norozi bo'ladilar. Nimaga siz unaqa qilyapsiz? Deganda, men shu haloldan boshqa odam ko'rmayapman, qizimga loyiq deyaptilar-da. Keyin nimani chaqiradilar xizmatkorlarini, aytadilar, mana shunday taklifim bor, siz nima deysiz deganlarida, shu rozi bo'ladilar, lekin aytadilar, meni ham bir shartim bor. Siz menga bergan kulbada qizingiz yashaydilar. Avval meni kulbamda o'sha 40 kun yashaydilar, keyin biz nikoh o'qitamiz deganlar. U kishi xo'p deb ruxsat berganlar. 40-kun savdogar chaqiryaptilar, siz nimaga bunday qildingiz deganlarida, men o'zimni topgan luqmam halolligini aminman bunga. Lekin men bilmadim, sizni uyingizga kelganda o'sha halol bo'lib kelyaptimi? Yoki bir ozgina bo'lsa ham nuqson kirgan bo'lsa, meni bo'ladigan farzandlarim mukammallikka erishmaydilar. Men xohlaymanki, halol luqma bilan yeyilgan bola o'sha 40 kun o'sha haligi nimani o'sha ayollari bo'ladigan qizni o'sha 40 kun toza halol luqma bilan avval boqadilar. Keyin o'shandan keyin o'sha bir judayam bir o'sha bizni mazhabimizni boshida turgan Imom Azam tug'iladilar. Xo'p, bu qanaqasiga javob bo'ldi endi bu savolimga? Siz bilasizmi, har bir ayol avvalambor o'sha tozalik bu eng avvalambor. O'sha ovqat pishirishdagi, o'sha nima deydi? Faqat ayol emas bu yerda. Qarz ikki qo'ldan. Masalan, yolg'on aralashmaslik. Ayolga ham nisbatan, erkakka ham nisbatan. Masalan, bu oddiy misollarda, masalan, erkak kishi keldi, qayerda edingiz, kech keldingiz deb so'raydimi ayolim? Shunda bitta yolg'on aytdilar. U yolg'on o'sha xonani nimasiga tarqaldi. O'sha havodan ovqat pishirilyapti, o'sha luqmadan o'zlari yeyishyapti, bolalari yeyishyapti, boshqa bo'lyapti. O'sha uchun aytayapman-da, halollikka ko'p narsa. Bir kishi masalan noto'g'ri luqmani olib kelyapti, bir kishi rozi bo'lib beryapti, kimdir norozi bir nimani olib kelyapti. O'sha uchun aytayapman-da, tarbiyada o'sha masalan qizimizni ham mukammallikka olib chiqish uchun u bitta pog'onadan chiqmaydi bu. O'sha nima deydi? Yaqindagina nimada ko'rdim, bitta nimada bir kastingda chiqib aytayaptilar. Nimaga hozir buyuklar chiqmayapti deganda, bilasizmi? Aytayaptilar. O'sha halollikka e'tibor yo'q. Halollikka e'tibor yo'q. O'sha uchun o'sha yerda misol keltirilgan bir ayol necha yil o'sha masalan bog'chada ishlaganlarda o'sha yerdagi o'sha bolalarni nimasidan olib kelib bolalarni boqganlar. O'zlari ham, bolalari ham nima bo'lmayapti-da, ishlayaptilar, orqaga ketadi. Ishlayaptilar, orqaga ketadi. O'sha uchun aytayapman-da, mayli, bizdan qanchalik ulug' odamlar chiqqanlar, qanchalik buyuklar chiqqanlar. Demak, bizni hozirgi masalan ishimiz shularga qaytadan qarab, mana shularga e'tibor berib, biz buyuklarni xohlayapmizmi? Hozirdan halollikka e'tibor qilaylik. Ya'ni xot ayol, xot erkak birinchi o'rinda halollik bo'lsa, rezultatga chiqishlik bo'ladi. Dilorom opa bilan suhbatlashadigan va Dilorom opani znaniyalarini olib chiqadigan bitta podkastimiz bizga kamlik qilar ekan. Biz обязательно ikkinchi seriyasini ham qilamiz. Opa, o'shanga hech kim bilan podkastga chiqmay turasiz. Mashalloh. Super. Biz ayollar intuitsiyada opa. Dilorom opa, biz bilamizki, bizada intuitsiya kuchliroq. Shu intuitsiyasini to'g'ri ishlata olgan ayol sifatida o'zingizni ko'rasizmi? Harakat qilamiz baribir, harakat qilamiz. Endi qanday desam,
biz bitta nimaga borganimizda o'qish darsiga o'sha yerda aytganlar, siz oldindan nimanidir sezdingiz, o'sha ish bo'ldi, alhamdulillah deb qo'ying, Allohga shukr deb qo'ying. O'sha intuitsiyangizni yana ishlatishga yordam beradi deyishganda. Hali aytganimdek, nechta dars boryapmiz, oxirida beryaptilar-da instrumentni. O'shanga o'xshab nimadir o'sha intuitsiyangiz ishlayaptimi? Masalan, hozir aytyapsiz, masalan, mana shu bormasam, mana shu bitta joyga, demak, oyog'im tortmayapti, demak bormang. Demak, bormadingiz, nimadir bo'ldi. O'zingiz bildingiz, intuitsiyangiz sizni qo'ymadi. O'sha неприятный ishdan sizni saqlab qoldi. O'shanga o'zingizni maqtab qo'ying deyaptilar. Maqtab qo'ysangiz, qancha maqtab qo'yaversangiz, mana shuncha intuitsiyangiz yaxshi ishlaydi. Xo'p. Yana savol tug'ildi. Dilorom opa intuitsiyalarga quloq soladimi? Ha. Quloq solaman. Yana tarixga qaytadigan bo'lsak, har bir kishi o'sha nima deydi? Hozir endi juda ham nima bo'lib ketyapti bu, populyarni bo'lib ketyapti genlar to'g'risida. O'sha masalan avlodingizda kimlar bo'lganlar? Masalan, kimni ota-bobolari matematik bo'lgan, juda kuchli. O'sha siz bilan kelyapti, o'sha qon oqib kelyapti. 7 avlodgacha bu qonlar keladi. Demak, siz o'sha nimani kuchaytirishingiz mumkin. Kimnidir masalan avlodlarida yaxshi oshpazlar bo'lgan, yaxshi o'qituvchi bo'lgan, masalan, o'shani biz ustida ozgina ishlasak, o'sha ochilmagan qiralar o'sha tomonda xohlang, xohlamang, o'sha nima deydi, 7-chuvstvada ishlab ketadi-da. Sizga o'sha nima o'zingiz bilmagan holatda, o'sha masalan matematik bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha o'zingiz bilmagan holatda o'shalar ochiladi sizga. Zo'r. Bir gap borda va xo'p, endi bu sal nimaga chiqib o'zbekchiligi nima qilamiz? Kelin qilmoqchi bo'lsang, qiz uzatmoqchi bo'lsang, 7 pushtini surishtir deydi. Shunga qanaqa qaraysiz? Men bunga juda ham to'g'ri qarayman. Bu juda ham haq gap. Juda ham haq gap. Nimagaki, o'sha tajribada bizni bir o'qish jarayonimizda tajriba bo'lganda, o'sha nima kalamushga qilingan tajribani bizga ko'rsatishgan juda ham o'shanda yana amin bo'lganman, o'sha qadimdagilar qanchalik rost nima qilishlarini. O'sha tajribada qopqonda, ikkita qopqon, bittasi ayol, bitta erkak nima kalamushda, bittasiga o'sha gilosni tushirishyapti-da, toqqa urashyapti. Birinchi kalamush kelib uni top urdi. Keyin hali bolalik bo'lyapti, ikkinchi, uchinchi, ishonsangiz ikkinchi avlod umuman tegmadi, uchinchisi tegmadi, to'rtinchisi sal yaqinlashdi, ketdi. Hatto unda уже boshqa tok yo'q. Ishonasizmi, 7-avlod kelib yedi. O'sha 6 ta avlod qo'rqdi o'sha gilosdan. O'sha uchun ham bu ayni haqiqat. Xo'p. Qanaqa savollar bo'lsa beraveryapman opa. Opajon, bir ota-bobolarimizda qolgan bir so'z bor-da, onasini ko'r, qizini ol. Shu maqolmi bu endi? Hikmatmi bu endi? Eskilarimizdan qolgan bizga nasihatmi? Bunga qanaqa qaraysiz? Yana hozirgi aytgan gapim, o'sha qush uyasida ko'rganini qiladi. Balkim hozir masalan onasi og'irgina bo'lib, qizlari juda ham shaddod bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda, lekin uni shaddodligiga juda ham qaramaslik kerak. Uyda ko'rganini qiladi. Uyda ko'rganini qiladi, onasi qilgan ishni qiladi. Bora-bora o'sha nima bo'lgan, o'sha ish takrorlanadi. Hozir shaddoddir, keyinroq balki keyinroq tushib qoladi. Masalan, yoki naborot bo'lishi mumkin. O'sha uchun aytayapman-da, onasini ko'rib qizini ol degan juda ham bu so'z mukammal so'z. Xo'p. Menga fikringiz yoqdi, men ham shu fikrda edim. Shunda Dilorom opa, bir so'z bordi. Oltin olma duo ol. Qanchalik sizga ixlos qilasiz va siz shu narsani tatbiq qilganmisiz va real foydasini ko'rganmisiz? Yaxshilikni qil, daryoga tashla. Baliq bilmasa, xoliq biladi. Men bilasizmi, juda ko'p kishilardan duo olganman, juda ham. Hatto bitta yaqinimiz nimada kasalxonada yotibdilar. Endi men shu har kun boryapman, hali u vrachni olib boraman, bunisini olib boraman, shunaqada.
Keyin menga bitta vrach chiqqanlarda, siz kimlari bo'lasiz? Opasimisiz, singlisimisiz, kimisiz? Yo'q, opa singlisi emasman ularni deganmanda. Endi aytyaptilar haligi vrach, haligi endi kasalimiz ba'zi o'zlariga keladilar, ba'zan ketadilar, onkologiya bo'lganlarda. Endi aytyaptilar, shunaqangi duolar qilyaptilar, o'sha odamni o'rnida bo'lgim keldi deyaptilarda. Men endi bilmadim kimni qilyaptilar deb endi nima qildimda, keyin aytyaptilar, Dilorom kim deyaptilarda. Men aytdim, men deyapmanda, opa sizni shunchalik duo qilyaptilarki, endi o'zlaridan ketgan holatda ham, o'zlaridan kelgan holatda ham mana shunchalik sizni duo qilyaptilar deb. O'sha uchun aytyapmanda, duo olish endi baribir yaxshi. Nima deydi? Faqat duo olish emas. Boshqalarni ham haqqiga duo qilib turish kerak. Boshqalarni duosi ijobat. Bilib turgan duo bu boshqa duo. Masalan, bilasiz, opa-singilingizni, masalan, aka-ukalaringizni, bolalaringizni duo qilasiz. Lekin boshqalar uchun duo qilish ham juda ham bu yaxshi narsa. Hozir kunda Dilorom opa qimmat buvi, sevimli buvi. Allohga shukr. Qimmat buvi va sevimli buvini siri nimada, Dilorom opa? Bilasizmi, o'sha nima deydi? Yashaydigan har bir narsa borki, e'tiborni yaxshi ko'radi. U gul bo'lsin, u hayvon bo'lsin, masalan deymizda. Endi bolalarimizni qo'yavering, yaqinlarimizni qo'yavering. Qanchalik siz kimga ko'p mehr berasiz, u mehr o'zingizga qaytadigan. O'sha uchun harakat qilamiz endi. Aytayapman-ku, bolalarimizni urishmaymiz, lekin nevaralarimizni sen bo'li urishmaymiz endi-da. O'sha nima bo'lganda ham biz bilan bo'lishadi, boshqa qilishadi. O'sha nima deydi, yaqinda katta nevaram bilan biz ozgina kruiz qilib keldik Yevropa tomonlarini. Ochilmagan tomonlarni yana ko'rdim-da. Mana unaqa maqsadlarim bor bujon. Mana unaqa qilmoqchiman, men ana unaqa qilmoqchiman. Men shundayda yoki uyda kelib bir nima olib kelyaptimi? Men endi biz birga yashaymizmi? Maktabdan bir nima ilinib olib keladimi? Men darrov aytaman. Sen u buvingga olib qo'ydingmi? Va u buvim biz bilan yashamaydilar-ku deyshadi-da. Men aytaman, yaxshi, ular qiz chiqarib biznikiga yuborganlar. Ular aybdor emas bu uchun. U buvingga ham olib qo'yishing kerak, o'g'lim. Ularga ham olib qo'ygin, biz baravar buvimiz. Qanchalik men adangni oyisiman, ular oyingni oyisi, lekin ular qizlarni bizga berganligi uchun ular nima emaslar, aybdor emaslar deb. O'sha uchun aytyapman-da, nima deydi, o'sha balansni ushlab turish, o'sha bolalarga to'g'ri tushuntirish. O'sha uchun ham nima yoki bir yaxshi niyat qiladigan bo'lsak, sani bolalaringni men ana u buving bilan ikkalamiz ushlaymiz deb qo'yaman-da. Biz ularni ikkalamiz tarbiyalaymiz deb qo'yaman-da. Endi mehr hammaga baravar bo'lishi kerak. Qanchalik bizni yaxshi ko'radilar, shunchalik ularni yaxshi ko'rishlari kerak. Dilorom opani solishtirsak, 30 yil oldingi Dilorom opa bilan bugungi Dilorom opani farqlari bormi? Albatta, yildan yilga odam o'zgaradi. Yildan yilga o'zgarasiz. Lekin hamma vaqt qachonki ota-onamiz borlar, ularni duosida biz nimamiz? Ularni duosi bizni urab yuradi. Lekin ulardan keyinchi, ulardan keyin endi biz o'zimizni o'zimiz duo qilamiz. Alloh meni, farzandlarimni, o'sha barchamizni, yaqinlarimizni, atrofdagilarimizni o'sha hammaga yaxshi bo'lishligini so'rab, hammani birga duo qilganingizda, o'sha duolar ichida o'zingiz ham bo'lasiz. O'sha uchun ham nima deydi, o'sha yaxshiliklar yildan yilga sizga masalan yaxshi fikrlar, yaxshi niyatlar, yaxshi ilmlar sizga hamroh bo'lib kelaveradi. Ona uchun eng yaxshi sovg'a farzandlaringizni tinch hayoti, baxtli hayoti, ularni o'sha turmush o'rtog'i bilan yaxshi munosabatda bo'lishi. Qachonki ular tinch bo'ladi, siz tinchsiz. Xo'p. Ayol uchun eng sovg'a, eng katta sovg'a opa? Ayol kishiga ko'p narsa kerak. Biz bir vaqtni o'zida hamma narsani yaxshi ko'rib bilamiz. Masalan, ishimizni, uyimizni, bolalarimizni, qarindosh urug'larimizni, opa-singillarimizni, o'sha uchun aytayapman-da, ayol kishiga ko'p narsa kerak.
qachonki yaxshilar atrofida bo'lasiz, o'sha yaxshi energiya atrofida bo'lsangiz, albatta bu siz uchun baxt. Qaysi holatda o'zingizda kerakli, kuchli, baxtli, rezultatli tadbirkor deb hisoblagansiz? Endi bu bir kam dunyo. Hamma vaqt endi ayol emas faqat bu yerda. Ayolmisiz, erkakmisiz, doim orzularda o'sha qandaydir kimgadir qanaqadir yaxshiliklar qilish nimasi bilan yurasiz. Ishlayapsizmi? Taningiz sog'lommi? Demak, sizning maqsadlaringiz bor, sizni o'sha atagan qiladigan ishlaringiz bor. O'sha qiladigan ishlaringizni nimasida, zamirida yaxshiliklar bor. Demak, bu degani ayol kishiga ko'p narsa kerak. Qanchalik siz yaxshilar atrofida bo'lasiz, shuncha yaxshi rezultatlar qilasiz, yaxshiliklar ulashasiz. Sizga bu anchalik katta energiya beradi. Sizni baxtli qilishga juda ham katta foyda beradi, yordam beradi. Dilorom opa, tadbirkorga hozir ustoz kerakmi? Kerak. Biz kichkinagina edik. Rahmatli buvim bitta hikoyani aytib berganlardi. Bir nisholda pishiradigan usta bor ekanlar. Demak, bu usta har kun keladilarda, o'sha tuxumni oqini urishadi, shogirdlar kelib ozginagina o'sha nimani solib ketadilar. Bex degan bir nimasi bor, o'sha nishola qiladi o'sha. O'shani solib chiqib ketadilar, uni shogirdlar ko'rmaydi. Lekin o'sha nisholda pishirish uchun o'sha 3 yilmi, mana shu avvallar ko'p o'tirishgan, 3 yilmi, 5 yilmi o'tirish kerak edi. Sirini bilishmagan. Sirini bilishmagan. Keyin oxirida hozir ham tarix qaytariladi dedim-ku, o'sha necha o'qiysizda oxirida o'sha instrument beriladi sizga. Bitta shogird men buni shu necha yillar davomida o'sha tuxumni urib yuraveramanmi, bildim-ku endi der ekanda. Chiqib o'zi alohida o'sha nisholda pishiradigan bo'pti. Nishollarni shu uradi, lekin chiqmaydi, o'sha nishollar bo'lmaydi. Yana keladi, yana ozgina ishlaydi, yana shu holat, boshqa hech narsa yo'q. Keyin oxiri ustoziga aytadi, nimaga meniki o'xshamayapti? O'sha aytadilar, hali sen shogirdsan. Qachonki vaqt to'ladi, keyin chiqib ketasan, keyin bilasan. Oxirida o'sha 3 yil bo'lgandan keyin haligi usta kelib, o'sha bir tomchi o'sha tomizadigan nimani ko'rsatgandan keyin shogird aytgan ekan, baribir ustoz ko'rmagan shogird har maqomda yo'rg'alar deb. Ustoz ko'rmagan shogird shogird emas deb. Misol. Xo'p, donishmand bobo deb eshitdik. Bizning donishmand opajonimiz bor. Rahmat. Mashallah. Opajon, Dilorom opani bugungi kunda nechta ustozlari bor? Ustozlarim ko'p meni. Men bilaman, ko'pligini shuning uchun so'rayapman. Ustozlarim ko'p. Endi nima deydi? Oldindagi ustozlarimdan hozir mana shu vaqtgacha kelgan ustozlarim o'sha yoshlari katta bo'lib o'tib ketishgan. Hozirgi tadbirkor uchun finansiy gрамотность, moliyaviy savodxonlik qanchalik muhim? Bu juda ham muhim. Maqsad qo'yishda, masalan, o'sha muddat qo'yishda, qanchalik sizni kuchingiz yetishmasligini hisoblash uchun ham aytdim-ku haliki, har bir narsa hisob kitobli. Har bir narsa. O'sha uchun ham finansiy gрамотность juda ham kerak. Bu uchun обязательно siz finansiz bo'lishingiz shart emas, lekin o'sha qiladigan kuchingiz yetadigan narsaga maqsad qo'yish kerak. Masalan, bo'ladi-ku, masalan, bir yilda mana shuncha pul topaman deb o'zingizga maqsad qo'yasiz, lekin uni qila olmaysiz, yarmiga ham chiqa olmaysiz. O'sha uchun ham hisob kitoblar kerak. Xo'p, Dilorom opa, o'shanda tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan, yo tadbirkor o'sha yo'liga kirgan, bizni tadbirkor muxlislarimiz ko'rib turgan bo'lsalar, qanaqa navikalarni olishlari kerak? Xo'p, bildik, birinchisi moliyaviy savodxonliklar bo'lishi kerak. Ana shu 1 2 3 4 retsepi bormi shu narsani? Endi bilasizmi, birinchi moliyaviy savodxonlik emas. Birinchisi avval maqsadni nima qilib olaylik. Biz nimani xohlaymiz o'zi? O'sha kechqurun soat 2 da ham uyg'otib, o'sha ishingizni bemalol qilib biladigan, yaxshi ko'radigan ishingiz bo'lishi shart.
o'sha masalan kimgadir masalan taqlid qilib yoki kimgadir havas qilib o'sha ishni unga yaxshi o'xshayapti, menga ham o'xshaydi degan fikr bo'lmasligi kerak. O'zingiz sevgan ish bo'lishi avvalambor. Bu muhim. Без этого никак. Без этого никак. Bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi ko'proq o'qish. Judayam ko'proq o'qish. O'sha biznes qilishda men o'ylayman avvalambor muloqot. Har bir kishi bilan o'sha Kommunikatsiya. O'sha bir nimani masalan ishlab chiqardingiz yoki do'kon ochdingiz yoki keling sartarosh bo'ldingiz, o'shani siz kasbingizni, uslugangizni sotmoqchisiz, xizmatingizni masalan sartarosh holatida yoki siz do'kon ochib o'sha ishingizni sotyapsizmi, avvalambor chiroyli muloqot bo'lishi shart. Busiz siz oldinga yura olmaysiz. Keyin uchinchisi finansoviy gрамотность. Moliya 3-o'rinda. Sekin moliyani agar siz mana bu ikkitasini agar yaxshi qilib olsangiz, yo'lini topib kirsangiz, bu birinchisi, ikkinchisi juda ham katta ish emas, lekin moliyada ishlash kerak o'sha. Eng chiroyli joyda to'xtatamiz. Xudo xolasa nasib qilganimizda Dilorom opa bilan ikkinchi seriyamiz olamiz, производствоlarga boramiz, ish joylariga boramiz. Dilorom opa, rahmat. Men hali Buxoro ahli bilmaydi bunaqa inson borligini. Rahmat. Men yaxshi ko'rishdan to'xtamayman, hurmat qilishdan to'xtamayman. Martabangiz bundanda ziyoda bo'lsin opajon, siz to'xtamaysiz, siz tinmaysiz, faqat o'qiysiz, o'rganasiz. Biz sizni ortingizdan yurib boraveraylik. Siz bizga nur bo'lib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib yuravering opajon.